Assalomu alaykum muhtaram obunachilar. Biz ayni Sentralniy aeroportining yo'lini bo'yida turibmiz. Yo'lni bo'yida biznes uchun, yo bo'lmasa do'kon uchun, yo bo'lmasa klinika deysizlarmi, shunday narsa qilish uchun bir joyimiz bor. Ko'p obunachilarimiz yo'lni bo'yidan joy qiziqib yurdilar, so'rab. Tim bo'li aeroportchi yo'lni bo'yi birini bilasizlar. Yine adamlar shunday chiroyli joylarni solib qo'ydilar. Ajoyib. Shunday solsa bo'ladi. Yine işi joyimiz bo'ladi, sotiladigan. Bu joyimiz yine 14 metr ekan, uzunasi 30 metr ekan. Oldinda bog'lari bor. Bu yerda Göttuslaydan avtobus keladi bu yerga yo'lni bo'yi. Mesda zo'r, aeroportskiy. Agar biznes etaman deb odam bo'lsa, yo bo'lmasa yo'lni bo'yidan o'zim 2 etaja solaman yo 3 etaja solaman bir chiroylatib Toshkentga bir har xil stilda soladan variantlar bor. Yine konuşlası. Toshkentga sakotdi. İş joyimiz bo'ladi. Depoda chap tarafimizda mulk egasining nomerini, telefon nomerini qo'yaman, yozib olasizlar. Bemalol o'zingiz pulni kelishaverasizlar. Yine joyimiz xalasanızlar yashaysizlar, xalasanızlar biznes qilasizlar, yine joyimiz. Bemalol telefon qilaveringlar. Muhtaram obunachilar, yine qisqacha tushuntirdik. Bu joyning ichini ko'rsatib o'tamiz, nechun desa bu ko'pincha yigitib soladigan uchun shunga loyiq baho chiqildi. Narxini so'rasanizlar 125 deb chiqaramiz. Sal qaytib beriladi. Bemalol telefon qilasizlar. Agar telefon qilsangizlar, mulk egasining nomerini ham qo'yaman, pulni kelishaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi oyda görüşguncha xayr etib, balonchi rahmat.